Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Endi Koreya Rossiyalarga borish shart emas. Uy sharoitida hech qanaqa gaz kerak bo'lmaydi. Bemalol ota-bola, aka-uka xuddi shu uyda O'zbekistonda o'zida $1000, $1,500 indamay ishlasalar ham bo'lar ekan. Videoda oxirigacha ko'rsalaring, matematik hisoblab beramiz. Keyin muddaoga o'tamiz akalar. Bittadan like-ni bosinglar. Rossiya Koreyaga borib musofirchilikda pul topgan yaxshimi yoki o'zimiz O'zbekistonda topgan yaxshimi? Atiga $1,500 dan boshlanar ekan. Sekin-sekin ko'paytirganingiz sari daromadingiz oshib boraverar ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rostdan aka endi Rossiya Koreyaga borish shart emasmi? Borish shart emas. Mana shu ko'pchilik orzusi o'zi O'zbekistonda biznes boshlab, bola chaqani oldi yurishdi o'zi. Bir piyola ko'k choy ichib o'tirganiga yetmaydi. To'g'rimi? 5 million, 6 million pul topsa O'zbekistonda Koreya, Rossiyaga keragi yo'q. Umuman kerak. Keragi yo'q, to'g'risi. Mana shu yerda uzoqda bug'doydan yaqinda sonmayapti. Iloji yo'lidan boryapti o'z odamlar hozir. To'ppa-to'g'ri. Endi qarang, Islom aka. O'ting bu tomoniga o'ting. Menga hisoblab bering aka, matematikskiy. Qanaqa qilib bu yerda Rossiya Koreyaga bormasdan daromad qiladi? Ham uy sharoitida deyapsiz. Uy sharoitida 220 volt. Faqat bitta narsa. Bu video O'zbekiston ko'radi. Qo'shni davlatlarga ham yetib borish uchun bittadan like bosib, kommentga omadga deb yozib qo'yishsan. 1000 like, 1000 kommentariy bor, bonus qilib yuboring. 1000 like, bitta kommentariy bo'lsa, 1000 like, 1000 kommentariy bo'lsa, bitta arzonroq nimangiz bor biznesingiz? Tomga pena qo'yadi ham beraman. $300 bo'ladi. $300 biznesingizda shuni berib yuboraman. Kommentariyadan o'zingiz tanlab, menga videosini tashlab berasiz, tanlaganingizni istoriyaga qo'yib yuboraman. Bo'laveradi. Yaxshi komment yozgan berib yuboraman. Keyin bu videoda nima qanday tayyor bo'lsa, ana shunday aytaman. Ko'pirtirib, borini bor aytaman. Xohlasa qilsin, to'g'ri kelsa, xohlasa qilmasin. Menga ja sotish o'ta nima emas. Odamlar bir ish bilan ta'minlab, mana shu O'zbekistonda sharoit yaratib bersa shu-da. Akam ham tirikchiligi o'tsin. Maqsad shu. Hammamiz bir-birimizga bog'liq tirikchiligimiz o'tsin. Endi hisoblab bering aka. Qanaqa qilib $1,500 pul topadi? Mana qarab turing. Beda. 25 ta qolib bor. 25 ta qolib bor. Abitgacha 150 ta chiqadi. Abitdan keyin 150 ta, 300 ta gazobloy chiqadi. 300 ta bittasidan qarang. Necha pul topadi? Masalan, necha pullik narsa ishlatadi bunga? Bittasi tayyor bo'lgan. Bittasi. Vodiy narxini aytaman. Chunki voha bilan biznikini farq qilishi mumkin. Bizga tayyorlangan narsasi mana shu 9000 so'm, 9000 ga tayyor bo'ladi. Yo'q, 9000 so'mlik mahsulot. 8500 9000. Yaxshi tayyorlasa. Hozir undan ham arzon 8000 7000 tayyorlab qo'yishyapti. 9000 so'mlik xomashyo ketadi, 2500 ishchi haqi. 11500 so'm, 11000 tayyor bo'ladi, 16000 so'm sotilyapti. 16000 so'm sotilyapti. Endi o'ylab qarang. 4000 so'mdan deylik, 5000 emas, 4500 emas. 300 tasidan 4000 so'mdan qancha qoladi? 1,200,000. $100 bo'ladi. $100 qoladi. Oyiga $3000. Yana bitta narsani shunday aytishim, 10 kun ishlamasin, 20 kun ishlasin. 20 kun ham ishlamasin, 15 kun ishlasa $100 dan $1,500. $4,500 pul sanaydi. Bitta kirakash odam misol uchun $5,000 damaslik kuni 200-300 mingdan yuribdi-da. Uni mana shu biznes qilsa, ishchi puli ham mana bizim sexda bitta mana shu akani o'zi ishlaydi. Ko'rsatib qo'ying. Mana shu aka uchun ham bitta like bosib qo'ying. Akani halol mehnati uchun, halol mehnati uchun, bola chaqasi uchun 25 ta qolibdi, bitta o'zi qo'yadi. Bitta o'zim hammasini to'ldiraman. Ekabrutda. Hop 750 mingcha topaman-da. Kuniga 750 mingga. 300 ta qish 2,5 so'mdan. 2,5 mingdan bitta quyib berganingizga berishadi. Donasiga 2,5 mingdan beraman, olaman. Zo'r. Endi Islom aka qarang, buni quyishga quyib oldik. Qayerga sotamiz? Mana shu yerda hozir endi 3-4 ming ish bor. Yarmidan ko'p sotilib bo'lgan. 3000-4 mingga zakasi bor. Chunki beton quyildi, ko'p joy beton quyildi. Uka, mana $100, $200 zakilat, betonini quyib tayyorlangan olib ketaman degan ko'pchilik. Chunki misol uchun mana shlaka blok Qo'rg'onniki. Pena blogi ba'zilar aytayapti, buni ushlasa yumshoq deyapti. Bu gazovoy unaqa emas. Bu qattiq mana. Miqoqsa ham bo'ladi, yuk ko'taradi. Miqoqsa ham bo'ladi, yuk ham ko'taradi, bemalol qilaveradi. Endi qarang. Aytyapsiz 9000 rasxod ketadi deyapsiz, xomashyoga deyapsiz. Nimalar ketadi? Xomashyosini ham shunday aytaman, qum ketadi mana. Qum olib kelib tushiradi bir mashina. O'zimizni qum, oddiy qum. Hamma joyda bor. Keyin sement. Sement ham o'zimiz Anjon Reko, ko'rdingiz? Reko sement. Shunaqa sement ketadi. Keyin alyuminiy pudra mana. Hamma yo'q ko'rsatamiz, yashash yo'q bizda. Alyuminiy pudra mana. Bu bormi? Alyuminiy, hamma joyda bor. Alyuminiy pudraning vazifasi ishirib berish. Birinchi qo'yganda yarim bo'ladi, keyin to'ladi. Keyin alyuminiy pudra ishirib beradi, yarim holda to'lib chiqadi, keyin ortiqchasini tepasini kesib tashlaydi. Keyin yana bitta narsaga e'tibor beringlar. Yana bitta narsaga.
Biz odamlar o'ylab 5000, 6000, 7000 dollarga beton qo'yib, avtomat liniya qilib, 380 voltga ishlaydigan qilinmagan. 220 volt ishlangan bir soti joyiga shuncha hamma yo'q siqqan. Yangilikda bu. Ha, yangilik. Kesib o'tirmaydi, Kesilmay, tayyor listli holatda chiqadi. Listli holatda chiqadi, shart olib turib, penovodga o'xshab taxlab qo'yaveradi. Bu kesadiganini ham qo'shib berasizmi? Kesani ham qo'shib beramiz. Apparatlari yangilarini hozir videoning oxirida ko'rsatib qo'yamiz. Nimasi qancha? Tayyor yangi apparatlar ko'rsatamiz. Ko'rsatib qo'yamiz. Birinchi ko'p joy aytadi. Sizlar apparat sotasizlar, o'zingizlar qo'ymaysizlar deganda ish joyidan video qilyapmiz. Ha, o'zlaring Ha, joylaring. o'zimizni qoplayapti, qilyapti. Hozir bu yerda nechta qolib bor? 25 ta bor общий. 25 ta qolib bor, uni 2 apparat quyishadi. 2 apparat qo'yishadi. Ha, bittasidan nechtadan chiqadi? Bittasidan 6 tadan chiqadi. 6 ta. Qoliplarimiz ham qarang. Bir tomchi rasvorim oqmaydi, ha? Qarang. Oshiq-moshiqli mana. Mana oshiq-moshiqli 3 ta oshiq-moshiq qo'yib qo'yilgan. Taglari rasvor oqmasi uchun rezinkalar yopishtirib qo'yilgan, ha? Ochirib yopirish ham itmas rezba qilib qo'yilgan. Listlar uchli rossiyskiy. Qanaqa material haligi kerak bo'lsa ashuna qo'yilgan. Arzon tarafini o'ylanmagan. Chunki pul topish ishlatadi. Ishlatsin, qiynalmasin, 3-4 yil svarka tekkizmay ishlatadi. Xizmat qiladigan. Xo'p, mana shu yerda hozirgi kunda mana shu yerda mana kesishni ham qo'yib qo'ying. Bizda yashil shu kesishni. Mana shu yerda ochgan odam necha pul topyapti kuniga? Hozir bittasidan 4000 bo'lsa, 300 tashdan 1 million 200 ming topadi. 1 million. Ha, egasi kech payt keladi xolos. Oshdan o'zim. O'zingiz oshni. Ha, sherik. Mana shu joyga uy sharoitida qilingan. Akamiz bilan hamkorlikda ishlayotgan akamizga donasi pul berar ekan. Ha. Aka ham xursand, uyda egasi ham xursand. Ha. Akani o'zi ham misol uchun 750 ming so'm pul topadi. Yaxshi-da. Salkam 20 million so'm. Halol mehnat. Halol mehnat. Ana kesgandan keyin o'rab qo'yadi. Ha, o'z holatda qaytish. 1,5 ming dollar bilan boshlasa bo'ladi deyapsiz. Unda nimalari bo'ladi? Yangi apparatlar ko'rsatib qo'y, mashina borini ko'rsatib qo'ya qolaylik. Ha, mashindan bitta ko'rsatib. Mashindan. Qarang. Mishalkasi bo'ladi. Bizning qanaqa mishalka ishlatsa ham, klientlar ham xuddi mishalka boradi. 220 volt yangisi boradi. Yangisi bo'ladi. Mana balonlari yuradi. Keyin suyomkis 200 litr bo'ladi. Men mana Rustam Qosimov kanali uchun dangal inson yaxshi unutmaslik kerak ekan. Bundan oldingi videomizdan 170 ming bo'ldi. Undan oldin podpishka qilsa, obunachilaringizga ming rahmat. Mana suyomkisi 1,5 ming dollar ichida 1 tonnalik qilib beraman men. Ikkalasini razницasi 100 dollar kerak emas. Bir buni qilib beraman, tepasida suv nasos, pen, suv dachi hamma yo'q bo'ladi. Qolipdan 4 ta bo'ladi. 1, 2, 3, 4 ta bo'ladi. Mana 4 ta qolib. Ashin bilan necha pul topsa bo'ladi? 24 ta bo'lsa, 24 ta 48 ta chiqadi bir kunda. 48 ta, 4 mingdan 50 tasidan qancha qoladi? 4 mingdan. 200 ming. Agar 10 ta qolib bilan qilsa 2400 dollar bo'ladi, 10 ta qolib bilan 60 ta 120 ta qoladi. 4 million 480 ming so'm pul topadi. 500 ming atrofida pul topsa bo'lar ekan. 2400 dollar pul bilan. Bu degani bitta telefonni puliga. Bitta iPhone 7 Pro Max'ni 512 taligi 2000 dollar o'lyapti. Shunaqa. O'shani puliga bemalol mana shu yerda uy sharoitida eng muhimi, birovga yalinmaysiz. O'zingiz mehnat qilasiz, qancha ko'p mehnatsangiz o'shancha pul topasiz. Shunaqa. Keyin mana tepasi ham ochiq. Yopiq bo'lsa ham yaxshi. Ha, haligi sharoit zo'r bo'lishi shart emas. Tashqariga mana taxlab qo'yilaveradi. O'zini puliga yopib yuborishadi keyin. Ha, o'zini puliga yopib yuborishadi. Hozir bor-ku. 10 ming, 20 ming unga joy olib yoki arendaga joy olib turib, 3 million, 4 milliondan qilgan ekan uyida qilsin, shunday. Uyida qilib bersa. Ha, 200 tagiga terib qo'yadi. Aytyapsiz-ku, hammasi zakasi bor deyapsiz. Hammasini zakasi bor. Bu yo'q, qurilish sezon. Aha. Mana shu turmaydi. Bunaqa to'planmaydi ham bundan. Yo'q. Hammasini yaxshi, xudo xolasa. Agar aytgan retsept biz aytgan bo'yicha qilsa, ana shunaqa qilib beramiz. Agar internetda reklama bersa, vashi ulgurmay qolar ekanda. Ha, shunaqa. Internetda reklama bersa ulgurmay qoladi u. Qoyil, sexga ham boramizmi? Sexga ham boramiz, yangi qoliplar ko'rsatamiz, qanaqa bo'ladi. Undan tashqari boshqa viberlar ham bor, ashlarni ko'rsatib qo'yamiz. Qani ketdik. Mana do'stlar, sexga yetib keldik. Bu qanaqa apparat, Islom aka? Bu ashi 300 dollarlik 100 mingta prosmotr, 1000 ta like, 1000 ta komment beradigan podarka apparat. Ha, podarka. Adden sotib olamiz, 300 dollar O'zbekiston bo'lib dastavka qilib beramiz. Tomga pena qo'ygan apparat. Buni ham O'zbekiston bo'lib dastavka qilib beramiz. Quyishlarni o'rgatib qo'yamiz. 2 kishi ishlasa kuniga 500 mingdan sizga 500 mingga ikkalamiz ishlasak 1 million foyda qolaveradi. Brigada qilib ko'paytirib yuborsa yana. Brigada hozir 3-4 brigada qilib yuborishgan ko'pchilikda. Lekin hozir raza trendda loy bosishni o'rniga mana shu apparatdan quyishyapti. 300 dollar bilan bemalol ishlab ketsa bo'ladi. Hammasi yangi, 300 dollar. Hammasi yangi. Komplektlar. Keyin undan tashqari nariga ham ko'rsatib qo'yamiz. Avtomat liniya desa,
O ko'ring, avtomat liniya qilib beramiz. Yo zavod desa, polni zavod qilib beramiz. Через to'roz orqali sement, pement hamma yo'qda через to'roz orqali chiqadigan qilib beramiz. Keyin yana bitta narsa bor. Biz maqtagan qolipimizni komplektda nima bor endi eski ishlayotgan holatni ko'rsatdik. Hozir beri yangisini ko'rsatamiz. Komplektda 4 ta qolip bo'ladi. Mana 4 ta qolip bo'ladi, rezbali bo'ladi. Keyin mon qolipdan 4 ta orasida listli bo'ladi. Hozir listi yo'q, lekin hammasi listli bo'ladi. Bunda loy tayyorlab quyadi, boya ko'rsatganmiz bularni. Quyadi. Keyin suv yo'mkisi bo'ladi. Suv yo'mkisi mana 2 litrlik, suv nasoslar bor. Mashina o'rniga 1 tonnalik qilib beraman dedim-ku. Mana shu bu bilan misol uchun 5-6 qolib qilsa ish yurmaydi. Danganachki 1 tonnalik qilib beraman. Rustam Qosimov bilan chiqdim deb turib, обязательно telefonda aytish kerak. 1 tonnalik berasiz 1,5 ming ichida. 1,5 ming ichida. Keyin dastavka ham, dastavka yo'q, Xorazm, Qoraqalpoqqa ham besplatniy dastavka, Qoyil. Keyin Surxondaryo, Qashqadaryo, Navoiy hamma O'zbekiston qaysi viloyat bo'lsa besplatniy dastavka qilib beramiz. Keyin bizda to'lovlar, hozir 5 million tashlaysiz, yetib borganda yana berasiz deyilmaydi. Insonni lavzi 200 ming so'm kartaga tashlaydi, yo'lga chiqishdan oldin. Yo'q uka, men o'zi ko'rganman, 1-2 marta bunaqa otilib qolganman, undan qilib bu narsa olganman desa, biroz telefon qilsa ham shunda boriladi. Olib, quyib ko'rsatib, o'rgatib kelib kelaveramiz aka. Keyin olib kelinadi. Endi kattaroq qilib bersa-chi, qoliplar. Misol uchun bu любой narsani отдельно sotilaveradi. Menda misol uchun mishalkasi bor, qolip bo'lsa, kichkina qolip ham отдельно sotiladi. Bu qolipimiz ham отдельно sotiladi. Bu qolipimiz 12 talik, avtomat liniyaga tushadigan qolip, komplekti 1,5 ming dollar bundan qilaman desa, komplektda bitta mishalkasi bo'ladi, ikkita qolipi bo'ladi, bitta qolipda 12 tadan chiqadi. Keyin rushnoy shabloni bo'ladi, suv yo'mkisi bilan buniki 1 tonna va bu ham 1,5 ming dollar. Aka, o'zingiz qaysini tavsiya qilasiz? Bun bilan 1,5 ming dollar, plus bunaqa o'zi tayyor chiqadigani ham 1,5 ming dollar. Qaysi birini olganyapsiz? Men shunaqa odamman-da, misol uchun bittasi keladi, 40 ta qolip bilan menga qilib ber deydi. Yo'q aka deyman. 5 ta 10 tadan boshlaning, keyin ishchi holatga ko'ra va foydaga kirib olgandan keyin foydadan shu ish siznikimi yo'qmi bilib oling oldin ekansiz. Shu siznikimi yo'qmi bilib oling deyman. Davay aka 50 ta qolib sotish kerak ekan deb bosmayman. Bir komplektga bossang, savdosini ko'ring, ashunga qarab keyin qolib oling deyman. Bu qolib 220 uyda sharoitda bemalol bir kishi ishlasa ham bo'laveradi. Bu zo'r tomoni kesmas ekan. Tayyor razmer. Bir kishi ishlasa ham bo'laveradi. Bir kishi ishlasa ham bo'laveradi. Yo'q, men 2 ta ishchi odamlik qilaman, 2 tasini ish bilan ta'minlayman deb. Misol uchun bitta 5 ming, 10 ming dollar apparat tiksa, mana shu qolipdan avtomat reysga hamma yo'l bilan qilib beramiz. 10 ta qolipdan O'zbekiston bo'lib 6 ming dollar bo'ladi. 10 ta qolip, keyin avtomat reysga, suv yo'mkis, nima mishalkalarni qo'shib beramiz. Keyin garelkalarimiz ham bor. Shu uchun to'k qimmat tushadi deydi ba'zilar. Yo'qni ko'mir mayda hokasini bitta yoqadi, motor bitta suqadi. Ko'mir hokasidan stoy, ko'mir hokasi uni 400 so'm, 500 so'm bo'lyapti hozir. 6 ming dollarga olsa, bir kunda nechta qolib nima chiqaradi? Gazoblok chiqaradi. Bir kunda 240 ta chiqaradi. 240 ta. 240 tadan 4 ming so'mdan donasiya qoladi. Hisob kitob qilib olsalar ham bo'laveradi. Keyin aka bizda soha ko'p. Misol uchun termopanel, fasadniy plitka, bular ham o'rgatamiz. Bular ham apparati bor. Mana kimga kerak bo'lsa aytaverasizlar. Keyin hozir mana gipsa blogi, pena blok. Odamlar hamma har xil nima qiladi. Uka men gaza blokka sharoitim yo'q, yengilroq bilan boshlayman desa, mana pena blok ishlab chiqaradigan komplekt O'zbekiston bo'ylab 900 dollar qilib beramiz. Yevro qolib. Yevro qolib. Nimalar bor deganda, kompressor, mikser, pena generatori bor, 1000 ta yig'ishayotgan penasi ham bor. Penasini oldin yoshlarda hozir hamma biladi, gel, oddiy uyda idish tovoq yuvadigan geldan tayyorlanadi. Keyin lato kolonnalari ham bor, pena blok mana. Ko'ring. 900 dollar O'zbekistonda dastavka. Legosi 900 dollar. Ichida nimalari bor? Kompressor, mikseri bor, pena generatori bor, lato kolonnasi bor, 10 kilo penamiz. 10 kilo qoldi. Bu Lego, o'zi tera olaveradi. Keyin bu nima monisi? Prasto qolib. Bu oldin birinchi chiqqanda bo'ladi. Bu qolib prasto qolib ishlatganda faqat prasto qolib ishlatadi. Buni O'zbekiston bo'ylab 800 dollardan qilib beramiz. 800 dollardan. Dastavkasi ichidami? Dastavkasi ichida bu. Bunda faqat pena bo'lib qo'yilmaydi. Ham tomay pena qo'ysa bo'ladi. Ham pena bo'lib qo'ysa bo'ladi. Uchtasi birda biznes ekan. Shunaqa. Zakasi borligida tomga pena qo'yib, kuniga 1 milliondan daromad qilsa bo'ladi. Zakasi yo'qligida uyga kelib, gaza nimasini pena blogiga terib qo'ysa, pena blogi ham misol uchun sotilib ketadi. Ko'p joyda xomashiyosini qisib, arzonroq tayyorlanadi. Mana. Ko'ryapsiz ovozi?
Zo'r tayyorlasa dangillab Zo'r tayyorlasa dangillab turaveradi. Bu ham misol uchuncha birak narsa emas-da. Ha. Odamni qo'shayotgan mahsulotiga ham bog'liq. Kimdir ko'proq foyda O'zi qiladi. o'rgatasizmi? Qanaqa yaxshilab? Hammasini O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor, olib borib o'rnatib, qo'yib ko'rsatib keyin kelamiz biz. O'rgatib, 100%. 100%. Undan tashqari qo'shni davlatlar ham obunachilaringiz bo'lsa kerak. Bor. Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston. Qirg'izistondan kelishadi. Kecha ham klient kuzatib oldik, Tojikistondan keldi. Ashu mamlakatlarga ham dastavka qilib beramiz. O'rgatib. Kargo orqali yotoq yeb ichish nima bo'ladi? Xolasa kelsa mana shu yotoq yeb ichish, o'rgatish hamma yo'g'i tekin, keyin apparatni jo'natib yuboramiz. Kargo orqali jo'natib yuboramiz. Agar tushunmasa bitta odam beramiz, paftni borib, mana shu liboy esengi davlatlarga ham o'rgatib qo'yadi. Afg'onistonga ham sotdik aka. Olib borib ishlatib, Ha. nima qilib beradi? Olib borib ishlatib Afg'onistonga ham sotdingizmi? Afg'onistonga ham sotdik aka. Kelishdi o'zlari. Ashunga bizni videomizni ko'proq odam ko'rish uchun bitta like bossangiz, yana qo'shimcha sizdan boshqa 4 ta odam ko'rinar ekanda. Bitta komment yozsangiz, sizdan boshqa 5 ta odam ko'rinadi. Biz boyga ketmaymiz. O'zbekiston, o'zbeklar o'zbek qo'llash kerak. Xitoyda bitta arzon narsa chiqsa ham, buni like bosib bir-birini padisha qilgan uchun O'zbekistonga ham kirib keldi mana. Toshkentga boring, ponni Xitoy. Ponni Xitoy. Chunki bir-birini padisha qilgan. Bizda ham mana shu padishka bo'lsa, mana shu videolarimiz ko'payadi, to'g'rimi? Ana Slovakiya padisha qilib $300 bitta biznesda shunday berib yuboraman. Bular narsa emas-da bular. Bu gazovga qo'yib qo'ysangiz, sirog o'tmaydi, qo'l narsa emas. Vaqt o'tmaydi, qo'yadi, kelingchi sotlab turaveradi bo'lmasa. Zo'r, qo'yib. To'g'rimi? Akalar bosamiz, biznes qilamiz, jiyanlar bor, o'rtoqlar bor, boshqa bitta kelishib turib apparatlarni yoqqanini telefon qilib maslahat so'rashlaring bepul. Telefon qilasizlar. Islom aka, 3-4 so'm pulimiz bor, nima qilaylik? Qaysi biri realni yurayotgani borib ko'rib, pul sanayotgan joyingizni bitta ko'raylik, biz ham o'sha ishni boshlaylik desang, o'rgatib Keyin hamma viloyatga bitta apparat berganmiz, quyishadi. Xolos ash viloyatda o'ziga borib ko'rsa ham bo'laveradi. Haligi nima deydi? Qanaqadir ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, bundan telefonda qo'rqmay telefon qilaveringlar, shoshilmay. Haligi men shoshib turib payt qilyapman deyish yo'q. Bilgan narsamni o'rgataman, tushunmagan apparati borlar ham telefon qilsa o'rgatib qo'yaveraman. Primoy sexida biz akaga aloqaga chiqasizlar. Dogovorlaringni chotki qilib aka bilan gaplashayotganda puxta dogovor qilib o'rgatib olasizmi? Hamma yo'qlaring ichlaringda qolmaysin. Hamma yo'q so'rab olinglar. Keyin o'rtada tushunmovchilik bo'lmasin. Tushunmovchilik bo'lmaydi. Ana Islom aka 300-400 ta odamlar ish qilyapmiz, kelishib bundan bag'iga ham xudo xolasa shunaqa qilamiz. Odamlarni norozi qilish niyati. Sir-sinoatini olib olmaysiz. Hammasini yo'q, beradi. bilganimizni o'rgatamiz. Akalar like bosinglar. Kimgadir mana shu nasib qilsin, aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat.